Mana Otabekning dalallarimizda hozir mana shu kunda Otabek mana maylarimizni ko'rdik. Ular hammasi ko'z tegmasin, yaxshi rivojlanishi yaxshi. Yana ham zo'r natija olish uchun mana biz mana shu reklama qildik-ku ko'p mana shu Milagro, Alba Milagro italyan kompaniyani. Mana shu dorilarni sizga olib tavsiya qilamiz endi. Xudo xohlasa ishlasangiz yana ham hosil ham yaxshi bo'ladi, mevasi ham yirik bo'ladi. Xaridorga bo'ladi, xudo xohlasa. May qisqacha aytadigan bo'lsam, bu Alba Milagrodan bir 17 xil mahsulot kelgan. Hozir mashina shu narsa bor ekan, shu hozir siz qoldirib ketamiz. Masalan, oladigan bo'lsak, bu temir, 6% temir, o'rta. Yaproq orqali beriladi bu. Shu berilgandan keyin tez singadi, natijasi ham ertasiga ko'rasiz bundan. Bu anti-stress, aminokislotli kompleks deyiladi, shu oqsillarga boy. Bu Calix Evo bu o'smirlar immunitetini oshiradi bu. Даже zangga qarshi o'shalar funksiyalar ishlatmasangiz ham bo'ladi. Qanchalik immunitet baquvvat bo'lsa, o'smirga shunchalik ortiqcha narsa kerak emas. Bu kalsiy. Kalsiy ham bilasiz, juda o'smirga kerak bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Bu ham yaproq orqali beriladigan kalsiy. Bu ham Amino Ocean. Bu ham shu anti-stress, buni ham yaproqdan bersa bo'ladi, ham ildiz orqali bersa bo'ladi. Bu endi bu NPK, azot, fosfor, kaliy yaproq orqali beriladigan formulyatsiyasi. Bu 320 ligi. 320 ekan, 320 ekan. Azot, fosfor, kaliy plus mikroelementlar bilan boyitilgan. Bular biz o'sha gilos bog'larida, shop bozorlarida berdik, natijasi ko'rilyapti. Endi malinaga ozgina bor, mana menimcha o'sha azroq muddatda siz berish boshlaysiz bo'ladi. Sizdan boshlaymiz, xudo xolasa, malinalarga. Nimaga bu zo'r podxod, chunki men o'zi sal tushunaman bunga. O'zi o'simlikka 12 ta element kerak bo'ladi-da. O'sha ichidan asosiy makroelement azot, fosfor, kaliy, keyin temir, sink, sulfat va mikroelementlar. Bu yerda ketma-ketligi bor hammasi. Temirlar turibdi, mana 4 xil anaqa ko'ryapman. Antistressdan ko'ryapman. Mana immunitet boshqarishga ko'ryapman, keyin kalsiyni uslaymaslikni ko'ryapman. Keyin mana bu izobendan ham yaxshi dori bor ekan. Buni hozir o'qib chiqdim sostavini. Juda zo'r dori, proverен dori ekan bu ham. Yaproqdan ham ildizdan bersa bo'ladi. Bu yerda o'sha 12 ta elementni keyin programma bilan ishlasangiz, mana shu yerda xudo xolasa yaxshi rezultat bo'ladi. Agronom shu yerda, agronomimiz bor, mana xudo xolasa o'zi bosh-qosh bo'lib shularni tavsiya qilib yoz beradi sizga. Sizga yana bitta aytaman, do'konda dorilar ko'p. O'shani to'g'ri ishlatib, qanaqa faslda qaysi dori ishlatish effektini olsa, dehqon. Shunda dehqonchilik qilayotgan odamni agronomni ham boqadi, o'zini boqadi, ham xalqqa ham foydasi yetadi. Shuning uchun ham mana shunaqa xarajatlar o'ziroq deydi-ku. Albatta, chunki 10 tonna olish uchun